Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar, blogerlar, shahrimiz mehmonlar hamda tumanimiz fuqarolari. Ma'lumki, qish mavsumida kunlarning sovishi natijasida fuqarolarimizning issiqlik hamda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj yanada ortib, bu esa o'z navbatida aholi punktlarida hamda korxona va tashkilotlarda yong'inlarning oshishiga sabab bo'ladi. Shu munosabat bilan favqulodda vaziyatlar hamda yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish, joylarda yong'inlar, aholining is gazdan zaharlanish, havo gaz aralashma chaqnashi bilan bog'liq bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, respublikamizda 1-dekabr kunidan boshlab 31-dekabr kuniga qadar yong'in xavfsizligi oyligi joriy etildi. Ushbu oylikda asosiy e'tibor talabalar yotoqxonalarida yong'inlar, havo gaz aralashmasining chaqnashi, talabalarning is gazdan zaharlanishi va boshqa turdagi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, joylarda, mahallalarda, aholi yashash xonadonlarida uyma-uy, ko'cha-bay xizmatida ishlar olib borilib, fuqarolarga yong'in xavfsizligi qoidalarini tushuntirishlar olib boriladi. Bundan tashqari, korxona va tashkilotlarda ishchi xodimlarni yiqqan holda ularga yong'in xavfsizligi qoidalari, favqulodda vaziyatlar va mana shunday favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda to'g'ri harakat qilishga ham amaliy ham nazariy tarzda o'zimizning tushuntirishlarni olib boramiz. Fursatdan foydalanib, fuqarolarimizdan nostanib isitish vositalari hamda nosoz elektr jihozlaridan foydalanmaslik, yosh bolalarni nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirib qolamiz. Qolaversa, o'z ish joyingizda yong'in xavfsizligi qoidalarini to'liq rioya qilgan holda ish olib borishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.